Ya'ni bu to'xtash va to'xtab turish ichkarida tushayotgan savollar. 10 daqiqa ichida bo'ladigan bo'lsa, endi shu joyda oddiygina signal. Assalomu alaykum, men Ilhomjon Jo'rayev. Hozir sizlar bilan to'xtash va to'xtab turishni farqini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik qiynaladi. Ya'ni bu to'xtash va to'xtab turish ichkarida tushayotgan savollar. Ya'ni bu savollar quyidagicha. To'xtash deb nimaga aytiladi? To'xtash deb bu transport vositasini harakatsiz holatingiz 10 daqiqa ichida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 10 daqiqa muddat ichida bo'ladigan bo'lsa, to'xtash holati deyiladi. Agarda transport vositasi harakatsiz holatingiz 10 daqiqadan oshib ketadigan bo'lsa, bu to'xtab turish deyiladi. Hop, savol. To'xtash deb nimaga aytiladi? 10 daqiqadan 10 daqiqagacha, ya'ni 10 daqiqadan oshmaydigan holat. To'xtash. To'xtab turish deb nimaga aytiladi? Agar harakatsiz holatingiz 10 daqiqadan ko'proq vaqt bo'ladigan bo'lsa, bu to'xtab turish. Endi shu joyda oddiygina signal. To'xtash deb 10 daqiqagacha bo'lgan vaqtni aytadi. Bitta so'zlik uchun mana to'xtash 10 daqiqa ichida. To'xtab turish esa to'xtab turish ikkita so'z 10 daqiqadan ortiq. Shu kabi yangi savollarni o'tkazib olmaslik uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.